Qanday qilib YouTube'da ko'p prosmotr qilib, ko'p pul daromad qilsa bo'ladi? Assalomu alaykum, ahli YouTube. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Do'stlar, juda narigi videomiz yaxshi prosmotr olib, Oybek aka qanday qilib 1 million prosmotrda ko'p pul topishni o'rgatdingiz. Aka, endi shu prosmotrlarni qanday qilib ko'paytirish haqida video so'ragandilaring. Kim ana shu videoni ko'rmagan bo'lsa, tavsiyam o'sha videoni oxirigacha ko'ring va pastda shu описаниесida o'sha videoni yozib qo'yaman. Qanday qilib YouTube'da 1 million prosmotrdan daromad qilish imkoniyatini. Xo'p, endi bu videomda sizlarga 5 ta qadam beraman. Qanday qilib YouTube prosmotrlarini ko'paytirish va Alloh nasib aylagan bo'lsa, toqqani ham daromadni ko'paytirish. Xo'p, do'stlar, men har bir kommentariyani o'qib chiqyapman. Bir ikkita joylarda kommentariy yozishibdi. Aqliy mehnat qilish kerak emas, ishlash kerak, yer chopish kerak deyishgan ekan. Do'stlar, hozirgi paytda yangi zamon, ya'ni aqliy mehnat qilgan inson ko'proq daromad qilyapti, yer chopayotgan insonga nisbatan. Hattoki yer chopayotgan aqlli bo'lsa ham, o'sha ham robotlarni ishlatib choptirib turib soha qilyapti. Shuning uchun ham do'stlar, mana shu kommentariy egasiga aytmoqchiman, jigarim, zamon aqlniki bo'lyapti. Aqlni ishlatgan odam ko'proq pul topadi. Xo'p, do'stlar, endi qanday qadamlar qilish kerak YouTube'da ko'p prosmotr qilib va ko'p pul topish uchun? Birinchi men sizlarga 5 ta qadamdan birinchisi, ya'ni ko'p prosmotrga nimalar ta'sir qiladi? Qanday qadamlar ta'sir qiladi? Operator bolam nokti yeb o'tiribdi, bechora shu bola uylab bosh kirdi. Operatorga ham like qo'yib qo'yamiz. Birinchi qadam, ya'ni YouTube'da ko'p prosmotrga bo'ladigan ta'sir qiladigan narsa bu salkam 99% ham, endi 90% prosmotrda olib keladigan narsa bu obloshka. Obloshka, ya'ni obloshka degandek, ya'ni o'sha videodagi rasm. Siz ham o'sha videodagi rasmni ko'rib kirdingizmi? Mana do'stlar, kim haqiqatan ham videoda rasmni ko'rib, o'sha rasmdagi yozuvlar qiziqib turib, bosib kirib ko'rdim deb, shu rost bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar va like qo'yib qo'yishingizdan chiqmasa, qancha ko'p kommentariy bo'lsa, qancha like ko'p bo'lsa, bu Oybek Qosimga motivatsiya bo'ladi va sizlarga mana shunaqa pul topish videolarini ko'proq qilaman. Shuning uchun kommentariy qo'yib, like bosib qo'yinglar. Nima deb yozishni bilmasangiz ham zo'r deb kommentariy yozib qo'ying. Xo'p, ya'ni obloshka ta'sir qiladi ko'p prosmotr bo'lishiga. Ha, yana bir marta shu yerda sразу aytib ketay do'stlar. Oybek Qosimov ko'p prosmotr haqida gapiryapsan, lekin sana kanalingda o'zi ko'p prosmotrli videolar kam deydigan akalarimizga. Do'stlar, bizning yo'nalishimiz reklama. Toza reklama. Biz hamma yerda reklama, to'g'risi. Hozir ham reklama turibdi, ko'ryapsizlarmi? Hozir ham reklama. Ya'ni bizni odamlarga har doim reklamani ko'rsatganimiz uchun biz reklamani shou dasturiga olib chiqib ko'rsatishga harakat qilamiz. Vaholanki hamma reklamadan, o'zi televizorda reklamadan zerikasiz, to'g'rimi? Kino ko'rasiz, reklama chiqsa o'tkazib yuborasiz. Shu sababdan bizning reklamamizda o'zi 1000 ta prosmotr ham juda katta natija beradi. O'shuning uchun biz 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta prosmotrni e'tibor. Shou foydali mana bunaqa kontentlarda prosmotrlar juda ko'proq bo'ladi. Misol tariqasida o'sha YouTube'dan 1 million prosmotr qilish video ham bir haftami, 7 kunda ham 1 million 100 ming ta prosmotr olyapti. Endi shu sabab sizning videoyingizda birinchi bo'lib turib e'tiborlangan obloshkasi. Obloshka обязательный chaqiradigan. Obloshkada ko'p rang ishlatish mumkin ba'zi do'stlar. Juda ko'p insonlar obloshkalarga har xil 10-20 ta ranglar qo'shib yuborishadi. Yo'q do'stlar, maksimum tavsiya qilaman 5 ta rang ishlatinglar. 5 ta yorqin ranglar obloshkani tortiradi. Bu endi mana nima uchun detskiy kontentlarda obloshkasini ko'ringlar. Milliard prosmotr bo'lgan videolarda, yosh bolalarning videosini obloshkasini ko'ringlar. Shunga o'xshagan серьезный obloshka qilsangiz ham rang ko'p bo'lish kerak emas, obloshkada kalit so'zlar ishlatish kerak. Do'stlar, ya'ni sarlavhada obloshkada ishlatiladigan kalit so'zlar bor. Bu qanday so'zlar? Kimga shu so'zlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, men aynan videoni описаниесida kommentariga Telegram kanalimga yozib qo'yaman. Telegram kanalimga shu kalit so'zlarni yozib qo'yaman. Telegram kanaliga kirib, obuna bo'linglar, shu kalit so'zga ega bo'linglar. Bu kalit so'zlarni sizlar YouTube'da obloshkada sarlavhada ishlatishingiz mumkin yoki umuman biznesda, reklamada shu so'zlarni ishlatsalaring, sizlarda alhamdulillah savdolaringiz zo'r bo'ladi. Ya'ni obloshkada ishlatilgan kalit so'zlar, obloshkadagi ranglar katta rol o'ynaydi. Undan keyin ikkinchi qadam, ya'ni videoni mazmuni, ya'ni yozilgan o'sha aytayotgandek kalit so'z. Bu sirli so'zlar do'stlar, shuning uchun siz shu sirli so'zlar meni sarlavhamda ham bor edi, biroz e'tiborga olmagansiz, lekin o'sha so'z bor edi. Kalit so'z, sarlavhadagi yozilgan kalit so'z. Juda ko'p insonlar prosmotrim bo'lmayapti, Oybek aka deyshadi, kirib ko'rsam, ular hattoki nom bermagan videoga do'stlar
va shuni yuklab shuni qo'yib yuborgan. O'sha 23-fevral kuni yuklagan bo'lsa, 23-fevral bo'lib data qolib ketyapti. Do'stlar, axir sizni farzandingizni nomi bo'lmasa, qanday qilib chaqirasiz? Qanday qilib siz videongizda nom qo'yilmagan bo'lsa, siz foyda beradi. Yo'q, обязательно chiroyli sarlavha, iloji boricha sarlavha katta harflar bilan yozish kerak bo'lgan. Va sarlavhada kalit so'zlar ishlatilishi lozim. Ishlatilmasa, effekt bermaydi. Xo'p, bu o'sha aytgandagi videoni birinchi eng asosiysi 5 tadan bittasi prosmotr ko'p bo'lishiga sabablardan bittasi. Endi ikkinchisi ko'p prosmotr bo'lishiga bo'ladigan sabablardan bittasi videoda ichidagi 15 sekund. 15 sekund. Nimaga 15 sekund haqida gapiryapman? Videoda aksariyat YouTube'da mana shu videoni ham oxirigacha hamma ham ko'ra olmaydi. Boshini kimdir sizlardan balkim shu joygacha siz ko'rdingiz, молодец, like qo'yib shu joygacha ko'rdim Oybek aka. Ko'rib o'tib ketdim deb kommentariy yozib qo'ying. 15 sekund ko'rishadi. 15 sekund. Uzoq ketdi 30 sekund. 30 sekund videoda ichida nimadir biz endi bizning sohamizda reklama bo'lgani uchun biz misol tariqasida mana shu chipsni reklama qiladigan bo'lyapmiz. Chipsni olib turib sizlarga do'stlar chips sotib olinglar desam ko'rmaysizlar-da. Men chipsni olib nimadirlarni qilaman, yoqib yuboraman, to'p o'ynayman bu chipslarni majallab yuboraman, yetib olmasam bo'ldi. Majallab yuboraman. Siz o'sha joyda Oybek nima jinnilik qilyapti ekan, nima o'ylayapti ekan deb tomosha qilib turasiz. Ya'ni informatsionniy udar beraman. Informatsion udar bergan paytda siz nima bo'layotganini anglagunizcha 15 sekund o'tib ketadi. Qancha 15 sekund prosmotrlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha reklama zo'r effekt beradi. Endi bu reklama sohasidagi video do'stlar. Boshqa foydali kontentlardagi ham katta 15 sekund katta rol o'ynaydi do'stlar. Shuning uchun nima qilamiz? Shu 15 sekund ichida o'zingiz tomdan tashlab yuborasizmi? Bizni yoqib yuborasizmi? Nima qilib yuborasizmi? Mana Litvin degan bola bor, bilasizlarmi? Adashmayapman, Litvin bo'lsa, shu haqiqatan Litvin deb kommentariy yozib qo'yar. Rossiyalik bloger Mercedesni yoqib yuborgan. Aynan Mercedesni yonayotgan joyini boshidagi 3 sekund 15 sekundga qo'ygan. Birinchi o'zi 3 sekund o'ynaydi. Undan keyin 15 sekund o'ynaydi. 15 sekund siz tomoshabinni ushlab tursangiz, prosmotr sizniki, soqqa sizniki do'stlar. Bu ikkinchi faktorlardan. Yana shu faktorlarda ichiga kiradigan narsalar bu обязательно videoda uzunligi. E'tibor qilgan bo'lsalaringiz, bu video juda ham uzun qilingan, ya'ni ko'proq foydali kontent bo'lganligi uchun buni bemalol qilganmiz. Reklama sohasidagi videolar eng kamida 10 minut bo'lishi kerak. Biz gohi paytda 10 minut videomiz endi shunaqa bo'ladi, oshxona mebellari bo'ladi, oshxona mebelda 3 minutda reklama qilib qo'yamiz. Lekin yana savol berib 10 minut eng kamida 8 minutga cho'zamiz. Tavsiya 8 minut bo'lishi kerak. Ko'proq pul topish uchun video 10 minutdan uzoq bo'lishi kerak. Videoyingiz qancha 1 soat, 2 soatli videolar bor. Ular вообще pul topib boradi. 1 soat, 2 soatli videolar 1 million prosmotrga do'stlar eng kamida 5 ming dollardan 10 ming dollargacha oladi. 1 million prosmotrga do'stlar. Sabab juda ham reklama ko'p chiqadi ularning orasida va shuni hisobiga normalniy soha tushadi. Xo'p, bu ikkinchi faktorlarda ko'p prosmotr bo'lish uchun. Endi qolgani juda ko'p odam Oybekga hashtag yozsam foyda bo'ladimi? Tag yozsam foyda bo'ladimi? Do'stlar, biz aksariyat ko'p videolarda hashtag ham yozmaymiz, tag ham yozmaymiz. Chunki sarlavhani o'zi bizga tag hashtag vazifasini bajaradi. Yozsangiz foydasi bormi? Yozsangiz foydasi bor. Va yana bitta narsa, juda ko'p odam aytishadiki, meni videoyim oqtarsam chiqmayapti. Sizning videongiz ko'proq oqtarish chiqish uchun siz o'sha videodagi mazmundagi ishlatilgan ko'p narsalarni taglarga, hashtaglarga yozib tashlanglar. Shunda sizning videolaringiz ko'proq rekomendatsiyaga chiqib, ya'ni poiskda odam oqtarayotgan paytda shuni chiqishi bo'ladi. Endi eng ko'p prosmotr qaysi bo'ladi? Poiskdanmi, shortsdanmi yoki rekomendatsiyadanmi? Siz YouTube'ga kirib Tvorskiy Studio degan programma bor. Kim shu programmani yuklamagan bo'lsa, yuklab olishni tavsiya qilaman. Tvorskiy Studioda siz videongizni kirganingizdan keyin qattan odamlar sizning videongizni ko'ryapti. Shu joyiga e'tibor qaratamiz. Ya'ni sizning videongiz sun'iy ravishda rekomendatsiyaga chiqsa, ya'ni o'sha video ko'proq daromad keltiradi va o'sha video kattaroq prosmotr yig'adi. Endi sun'iy ravishda YouTube'da o'zi sizni ko'tarib yuborsa. Endi ko'tarmasa nima bo'ladi? Misol tariqasida siz shu video sizga foydali bo'ldi, siz videoda podelиться tugmasini bosib, kimgadir tashlab berdingiz, u Telegramga kirib ketdi, Telegram orqali aynalib prosmotr asosan Telegram orqali keldi. Bunda
prosmotr kamroq bo'ladi, rekomendatsiyaga kamroq chiqadi, daromadi ham shunga yarasha ozroq bo'ladi. Shuning uchun sabab harakat qilinglar, iloji boricha sizni videongiz rekomendatsiyaga chiqishiga harakat qilinglar. Xo'p, undan keyin ko'p prosmotrli bo'ladigan videolar o'zi soni bor, ularda mavzusi bor. Bizaga o'xshab har xil turdagi reklamalarni qiladigan bo'lsangiz, prosmotr olishingiz juda ham qiyin bo'ladi va shuni hisobiga, ya'ni unaqa videolarda o'zi 100 ming prosmotr bo'lsa ham, osmonga otvoramiz to'g'risi. Sabab reklama sohasida video nima qilish qiyin. Endi mana shunaqa foydali kontent qiladigan bo'lsangiz, insonlarga, ya'ni siz insonlarga foyda istaydigan bo'lsa, uni prosmotri ko'proq bo'ladi va juda ko'p odam ko'rishni boshlaydi. Xuddi shu sahifaga biza, misol uchun, kanalimizga kirib ko'rsalaring ham, eng populyarni videolar ko'rsalaring, qanday qilib mol boqish sirlarini qilganman. Ko'p prosmotr olgan. Qo'y boqish sirlarini qilganman. Keyin vodiychi osh tayyorlash sirlari qilganmiz. Shu kinoda meni rahmatli duo qilib qo'yasizlar. Shu videoni kim ko'rgan bo'lsa, men ko'rganman Oybek aka osh tayyorlash videosini. Rahmatli Zaylop aka degan inson bilan shunchaki osh tayyorlaganmiz. Uyda mehmonlar kelish kerak edi. Ko'chada domda oldimiz, kvartiram oldida ko'chada osh tayyorlaganmiz, video qilib qo'yib yuborgandim. Alhamdulillah, bu video 1,6 million bir ko'p prosmotr bo'ldi. Nimaga? Foydali kontent insonlarga. Любой obunachilarni nimasiga qo'ysalang, foydali videolarni soni, prosmotri ko'proq bo'ladi va doimiy bo'ladi. Ya'ni unaqa prosmotrdagi videolar doimiy aynalib ketaveradi. Avvalod ana shuni bo'lgan taqdirda ham, mana shu videoim balkim Alloh alam men bu dunyodan o'tib ketgandan keyin ham shu video siz ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin va sizga foyda keltirishi mumkin. Agar shu narsa haqiqat bo'lgan bo'lsa, do'stlar, nechinchi yili, qaysi kuni shu videoni ko'ryapsiz, kommentariy yozib qoldiring. Bu bizga ham juda ham qiziq bo'ladi. Xo'p, endi men sizlarga eng katta sirni aytaman. Ko'p prosmotr bo'lishiga va o'sha videodagi reklama eng ko'p foyda keltirish asosiy sababini aytib beraman, do'stlar. Bu sabab YouTube ga umuman tegishli emas. Bu sabab niyatga tegishli va men buni Oybek Qosimov shaxsan o'zimni hamma bloger shogirdlarimni sinab ko'rganman va effektini aniq bilganligim uchun shuni gapiryapman, do'stlar. Siz ham o'zingiz uchun bitta sinab ko'ring. Haqiqatda shu Oybek aka, shu rost menda ishlagan shunaqa bo'lgan bo'lsangiz, buni ham kommentariyga yozib qoldiring, qolgan insonlarga motivatsiya bo'lsin. Xo'p, endi prosmotrlarimiz, reklamalarimiz qanday qilib zo'r foyda keltirsin? Mayli, prosmotringiz 100 mingta bo'lmasin, 50 mingta bo'lsin, lekin zo'r maynsidan pul keltirsin. Zo'r foyda keltirsin. Bitta videongiz 50 mingta prosmotr bo'lgan, lekin juda ko'p reklamalar sizga kelishiga sababchi bo'ladi. Nimani evaziga? Do'stlar, birinchi faktor, ya'ni analiz qilganimda eng ko'p prosmotr bo'layotgan bolalardagi bu maksimal darajada ota-onasi bilan birga yashayotgan, ya'ni ota-onasi bilan bitta uyda yashaydi. Ota-onasi bilan bitta uyda yashamasa ham haftada kamida 3 marta yo 4 marta ota-onasini xabar olib turadi. Ota-onasi bilan birga ujin qiladi. Ota-onasining duosini olgan insonlarda prosmotrlari ko'proq bo'ladi. Do'stlar, juda ham shunga e'tibor qaratinglar. Men qaysi kontent bo'yicha gapiryapman? Men odamlarga foydasi tegadigan yaxshilik kontentlar gapiryapman. Voy, ana kimdir o'ldirib yuborgan bolani, kimdir g'iybat qilganining prosmotr ko'p deyotganda, do'stlar, bu alohida mavzu. Bu haqida gapirayotganim, men ko'proq yaxshi kontent, foydali kontentlar, siz oxiratingizga, faqat bu dunyongizga emas, u oxiratingizga foyda keltiradigan kontentlar haqida gapiryapman. Ya'ni prosmotr ko'p bo'lish uchun nima qilish kerak? Xo'p, men ota-onam bilan yashayapman, lekin prosmotr ko'p bo'lmaydi degan uchun men shunaqa bo'lgan ota-onamga, ya'ni iloji boricha o'zim qarashga harakat qilaman, o'zim xizmat qilishga harakat qilaman, oyoqlarini yuvib, duolarini olishga harakat qilaman, daromadimdan bir qismini berishga harakat qilaman va har safar ertalab uyda ota-onamni, qaranglar, prosmotrga ta'sir qiladigan narsani gapiryapman, do'stlar. Ko'p prosmotr bo'lib tarsin. Ya'ni ertalab uydan chiqayotgan paytingizda otangizni, onangizni qo'lini o'pib, men ishga ketyapman, duo qilinglar deb chiqib ketishingiz. Bu bir, qaytib kelganingizda, uyga qaytib kelganingizda otangiz bilan onangizni qo'lini o'pib, men keldim deb qo'yishingiz sizni million prosmotr bo'lishiga sabab bo'ladigan faktor. Voy, buni nima daxli bor deydigan bo'lsanglar, men sizlarga do'stlar, o'zim sinalgan, ustozlarim bu gapni aytgandan keyin sinab ko'rgan narsani aytyapman. Bu bir. Endi ikkinchisi, prosmotrlarga va ko'p daromadga ta'sir qiladigan narsalardan bittasi
Bu do'stlar, balkim siz uchun bu juda ham Oybek ham tomi ketdi, ertaklarda ayb tashyapti degan bo'lishingiz mumkin. Sizni gapingiz to'g'ri, siz uchun bu ertak va bu siz uchun foyda keltirmaydi. Shu joyni ko'rgan bo'lsangiz ham u yog'ini ko'rish tavsiya etilmaydi. Agar siz bu narsani sinab ko'rmoqchiman, yana bitta gap. Meni ustozim bor. Meni ustozim aytadiki, meni taxallusim tentak. Meni gapimga ishonmanglar. Meni gapimni tekshirib ko'ringlar. Endi ustoz nima bo'lsa, shogird ham shu ahvol do'stlar. Meni gapimga ishonmanglar. Meni gapimni tekshirib ko'ringlar. Amalda bir shogirdlarimdan biri kelib aytdiki, bu narsani birinchi o'zimda his qilgandim. O'zim bu narsani his qilgandan keyin shogirdlarga buyurishni boshladim. Shogirdlarga buyurgandan keyin qarasam natija bitta shogirdda natija bo'ldi, ikkinchisida, uchinchisi, to'rtinchisida. Qanday? Birinchi faktor, sizni aynan ota-onangizni umriga jo'nataman deb harakat qilayotgan paytlaringizda, hojiga jo'nataman deb harakat qilayotgan paytlaringizda, xoh sizni YouTube'ingiz bo'lsin, xoh sizni biznesingiz bo'lsin, xoh sizni любой ishingiz bo'lsin, prosmotrlar gumillaydi. Shunaqa prosmotrlar bo'ladi, miyalaring qattiq chiqib ketadi. Tushunmay qolasiz, oddiy video qilsangiz prosmotr zo'r bo'layotgan bo'lsa. Reklamalar shunaqa zo'r kelishni boshlaydi, soqqa zo'r kelishni boshlaydi. Sabab chunki ota rozi, Xudo rozi. Siz ota-onangizni rozi qilaman deb umriga jo'natyapsizmi? Ularni xursand qilaman deb umriga jo'natyapsizmi? Pul yog'ilib keladi. Buni faktorlardan aniqini bilmoqchi bo'lsangiz, do'stlar, balkim inshaalloh haqiqatan ham shuni ko'rsatib bering degan bo'lsangiz, aynan shu shogirdlarimni shu mavzu bo'yicha kerak bo'lsa intervyu qilib, hammasini YouTube'ga qo'yaman. Bitta qilib do'stlar. Chunki menda Social Bet programmasi orqali hamma shogirdimni analiz qilib ketaman. Qaysinisi nima ish qilyapti, qaysinisi pul ko'tyapti, qaysinisi reklamasi ko'p, ko'rib turgan natijalarimni aytyapman. Ya'ni ota-onangiz umriga jo'nataman deb harakat qiling. Prosmotrlaringizga juda katta ta'sir qiladi, do'stlar. Chunki prosmotr orqali siz daromad qilasiz. Daromad qilganingizdan keyin pul kelishni boshlaydi. Pul kelishni boshlagandan keyin siz Alloh alam ota-onangiz umriga jo'natib, ularning duosini olasiz. Ota rozi, Xudo rozi, do'stlar. Bu faktor. Kim shunga ishongan bo'lsa, kim shuni hayotida sinagan bo'lsa, men umrimda sinaganman, bo'lgan bo'lsa, iltimos, qolganlarga motivatsiya bo'lish uchun kommentariy yozib qoldiringlar. Xo'p, bu faktorlarda nima deydi? Aytgan faktorlardan ko'p faktorlardan bittasi ota-ona bilan yashash, ota-onaning duosini olish va ularni hojiga jo'natish. Bu hojiga jo'natishdan tashqari dadangizga mashina berib harakat qiling, pul keladi. To'y qilishga harakat qiling, pul keladi, prosmotrlar ko'tariladi, do'stlar. Xo'p, yana ham bitta faktorlardan bittasi ko'p prosmotrga ta'sir qiladigan va prosmotrlar zo'r bo'ladigan narsalardan bittasi siyla rahim, ehson. Agar chetda bo'lsangiz, kommentariy yozib qoldiring. YouTube'ga kirib Ibrat Mebel deb yozsalaring, o'zimning shogirdim, shu bola YouTube orqali mebel olib sotadi. O'zini ishlab chiqarish sexi yo'q, ya'ni ustalar bilan shartnoma tuzgan, ustalarda qo'lida o'sha sotuvchi bo'lib ishlaydi. Ustalarning mebellarini YouTube'ga video qilib qo'yadi va ustalar uni oyligini, bonusini o'zlari chiqarib olishadi. Shu bola aytayaptiki, ustoz, siz aytdingiz, siyla rahimni ko'paytir. Ya'ni shunga e'tibor qarab dedingiz. Men e'tibor qarasam, haftada 2 marta siyla rahim qilaman. Bir amakimni xabar olib kelaman, bir ammamni xabar olib kelaman, bir tog'amni xabar olib kelaman, bir jiyanlarni xabar olib keladigan bo'lib qoldim. Haftada 2 marta shu ishga e'tiborim qaratishni boshladim. Va nima bo'ldiki, vallohu alam 20 kunlik, o 1 oylik отчетimni qarasam, aynan отчетimda savdo bitta, ikkita bo'lyapti, sakrayapti 5 ta 6 ta. Bitta, ikkita, 5 ta 6 ta, bitta, ikkita, 5 ta 6 ta. Bunday o'ylab qarasam, ustoz, aynan siyla rahim qilgan kunim ertasi kuni savdolar 5 ta 6 ta bo'lyapti. Siyla rahim qilmagan kuni bitta, ikkita. Ya'ni bizning rizqimiz ustoz bitta, ikkita ekan xolos. Qolgan rizqlar, ya'ni amakim, tog'alarimdan kelayotgan rizq. Bu nimaning emasiga? Buning yana taydi tubi nimaga taqilyapti? Siz ota rozi, Xudo rozi. Siz amakingizni borib, xabar olib, duosini olib kelsangiz, qo'liga bir 50 ming, 100 ming so'm pul berib, amakim, 100 ming so'm pulni oling, bir duo qilib qo'ying, bir ishlarim yo'q, nima qilib ketsin, ishlarimga duo qilib qo'ying. Xolangizni borib xabar olib qo'yapsiz. Xolajonim, yaxshimisiz, sizmisiz? 20 ming so'm, 50 ming so'm pulni oling, bir duo qilib qo'ying, xolajonim deb duo qilsangiz, kim xursand bo'ladi? Birinchi o'rinda. Xolangizdan avval sizni ota-onangiz xursand bo'ladi. Amakingiz telefon qiladi. Ukam, yaxshimisan? Aka, yaxshimisiz? Aka, shu farzandni katta qilganingiz uchun sizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Meni kelib xabar olib xursand bo'lib ketdim deb kim xursand bo'ladi?
otangiz xursand bo'ladi. Ota rozi, Xudo rozi. Baraka shu ishda do'stlar. Bu men sizlarga eng asosiy faktorlarini, dunyoviy tomondagi faktorlarni aytdim. U yog'i ota-onangiz tomonidan, ya'ni duosini oladigan tomonidan aytdim. Do'stlar, kimdan kim shu videolar foydali bo'lgan bo'lsa, haqiqatan ham shuni hayotida sinab ko'rib, shu joygacha ko'rgan bo'lsa, do'stlar, sizlardan iltimos shu videomiz ko'proq insonga yetib borsin, do'stlar. Ko'proq o'zbek, tojik, qirg'iz, mana shu o'zimizda yashayotgan musulmonlar boy bo'lish uchun, puli ko'payish uchun, tarafdor uchun shu foydali kontent qilyapmiz. Like qo'yib, kommentariyaga nimadir yozib qo'ying. Yozolmaysiz ham, kimdir kommentariyasiga like qo'yib, malades deb yozib qo'ysin. Shu video ko'proq insonga rekomendatsiyaga chiqadi, ko'proq insonga yetib boradi. Ko'proq bizani O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston insonlari boy bo'lib yashasa, Alloh hammamiz boy bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.